Hammaga assalomu alaykum. MySQLda 6-darsiga yetib keldik. Bugun jadvallarda birlashtirishni ko'rib chiqamiz. Ikkita jadval yaratib olganman o'zim o'zbek tilida. O'sha narsalarni ishlatamiz. Xodim demografiyasi va xodim maoshi. Bu jadvallarni ishlatish uchun GitHubga link qoldirib ketaman YouTube'da. GitHub sahifamda hozir o'sha MySQL kursi bor. Darsda ishlatgan kodlarda, jadvallarda, endi keyingi darslarda hammasini kodlarni harakat qilaman GitHubga joylab borishga. Mana kodni shunchaki copy paste qilib birinchi darslarimizda jadval yaratish, ma'lumot insert qilishlarni ko'rib chiqqanmiz. Shunchaki yuklab olib yoki shunchaki kopiya qilib run qilsalaring sizlarda mana shu ikkita jadval paydo bo'ladi: xodim demografiyasi va xodim maoshi. Birinchi boshlaymiz. Select yulduzcha from xodim birinchi demografiyasi, keyin select yulduzcha from xodim maoshi qilib ikkovini ham run qilamiz. Ikkovini ham belgilasak, mana xodim demografiyasi bor. Unda qanaqa ustunlar bor? Xodim ID'si, ismi, familiyasi, yoshi, jinsi, tug'ilgan sanasi va 1 dan 9 gacha, bu yerda 2 yo'q, ya'ni ikkinchi ID yo'q. Jadvalda shunaqa, ya'ni Lola, Tohir va hokazo. Xodim maoshi. Bu yerda 1 dan 9 gacha, lekin ID 2 bor, ism, familiyasi bor, qaysi lavozimda ishlashi, maoshi va qaysi bo'limini ID'si keltirilgan. Xo'p, misol uchun jadvallar qanaqa qo'shiladi? Jadval qo'shilish turlari bor. O'shalarni ko'rib chiqamiz, asosiylarini. Mana misolda ko'rinib turibdi. MySQL joins. Eng asosiylardan bittasi inner join hisoblanadi. Inner ichki deyiladi. Ichki qo'shilishi bor. Yoki o'zi default bo'yicha joinda inner join deyiladi. Ya'ni ikkita jadvalda ham bir-biriga mos tushadigan qatorlarni o'ziga oladi. Keyin outer joinimiz bor. Outer joinda o'ziga ikkita kirib ketadi. Left join mana chap tomondagi ustunni qo'shishi, chap tomonni hammasini oladi. O'ng tomonda qaysi chap tomonga mos kelayotganlarini oladi. Right join esa xuddi shuni teskari varianti. Va self join jadvalni o'zini o'ziga qo'shish holatlari kelib chiqadi. Cross join bilan full joinni ko'rmaymiz. Asosiy 4 ta holatni bugun darsda ko'rib chiqib ketamiz. Xo'p, qani boshladik bo'lmasa, nima qilamiz? Birinchi o'rinda aytamiz select yulduzcha deb boshlaymiz. Select yulduzcha from birinchi jadvalimiz mana xodim demografiyasi edi. O'sha narsani yozib ko'ramiz. Xodim demografiyasi va yoki inner join qilamiz yoki join. Ya'ni hozir biz faqat inner joinni ko'rib ketyapmiz. Tepaga yozib qo'ying. Inner join deb. Xo'p, inner join bo'lish uchun biz nima deydi? Inner so'zini yozmasak ham o'zi default inner joinni olib ketadi. Xo'p, join qilamiz qaysi ustunga? Xodim maoshiga qo'shamiz. Ana endi biz berishimiz kerak bo'ladi 10 degan bo'limimiz bor. Ya'ni qaysi ustunlarda birlashtiramiz. Agar buni o'zini bermaydigan bo'lsak, qo'shadigan shunchaki run qiladigan bo'lsak, mana cheksiz ketadi. O'zi 9 tagina qator bor edi. Hammasini bir-biriga kasha qilib bitta qatorda bu tomondagi 9 taga qo'shib ketdik. Biz endi qaysilariga qo'shamiz? Bizda ikkita xodim ID bor. Ikkalasida ham xodim ID bor. Mana ikkinchi jadvalimizda ham xodim ID bor. Ana o'sha narsani 10 qilamanda xodim ID teng xodim ID deb ketamanda run qilib ko'raman. Ana bizda error beradi. Nega? Xo'p, oxirida from xodim demografiyasi join limiting. Okay. Column xodim ID in on clause is ambiguous. Ya'ni biz qaysi jadvalda xodim ID'siligini aytishimiz kerak. Yoki xodim demografiyasinigini va xodim maoshi ustunni beramiz. Nima qilamiz? Birinchisiga xodim demografiyasini va nuqta qo'yib ketamizda. Xodim demografiyasi nuqta xodim ID'si bor edi. Mana xodim ID qolganini o'chirib turaman. Teng bo'ladi. Mana birinchisi jadval nuqta qaysi ustunligi. Ana endi xodim maoshi nuqta xodim ID deymanda. Ana endi run qilib ko'raman. Bizda ishlaydi. Mana 1 dan 9 gacha bo'lgan xodim ID'si hammasi bir-biriga qo'shildi. E'tibor qiladigan bo'lsak, boya birinchi aytganimda ikkinchi xodim ID bitta jadvalda bor edi, ikkinchisi birinchi anaqada jadvalda yo'q edi. Ana endi biz qo'shganimiz mana joinimiz, inner joinimiz
ikkalasida ham borini mana misolga qaytadigan bo'lsak, mana inner joinimizda ikkalasi ham ikkovida ham bir-biriga mos keladigan ustunlar, qatorlarni o'ziga oladi. Xo'p, ana endi o'sha narsani kodiga qaraydigan bo'lsak, jadvalimiz nomi uzun kod bo'lib ketdi, bir tushunarsiz kod bo'lib ketdi. Biz avvalgi darslarimizda aliasingni o'tdik. Jadvallarimizga nom berib olsak bo'ladi. Xodim demografiyasini shunchaki s deb turib a harfi bilan belgilab olaylik va join xodim maoshini esa s qilib b olamiz. Ana endi demografiyasini mana shuncha narsani a qilib belgilab ketaman. Xodim maoshini esa b qilib berib ketaman. Mana qisqagina kod bo'ldi. Endi kontrol etib olgan bo'lsak, xuddi o'sha narsa keladi. Lekin bizda kodimiz sal tushunarliroq bo'ldi. Xo'p, bu xodim inner join edi. Ichki qo'shish jadvallarini ichki qo'shish hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ikkovida ham borini bir-biriga mos tushayotganlarini oladi. Xo'p, ana endi ko'rayotgan narsamiz outer join'ni left variantini ko'ramiz. Left join'ni hisoblaymiz. Select yulduzcha. Qani bir ko'ramiz. Select yulduzcha from xodim xodim maoshi deb olamiz. Buni SA deb olaman qulaylik uchun. Join, xo'p, uzr, bunga endi left join bo'ladi. Xodim demografiyasini SB qilib olaman. SB qilamanda on qaysi jadvalda A nuqta xodim ID. Bizda ikkita jadvalda ham xodim ID'si bor edi. Shuni B nuqta xodim ID deb ketaman. Xo'p, ana ketdik. Ana left join bo'ladigan bo'lsak, left joinimiz mana left joindan tepadagisi birinchimiz xodim maoshimiz chap tomonda turadi. Ana qaraydigan bo'lsak, jadvaldagi hammasini olgan. Mana 1 dan 9 gacha. 2 da Alisher Navro'z degan brat bor ekan. Lekin xodim demografiyasi degan jadvalda bu bratning ma'lumotlari yo'q. Yani left join qilgan paytimizda, inner join qilgan paytimizda bittasida ikkovida ham bo'lmadimi? Umuman hamma qator chop boradi. Left join qiladigan bo'lsak, ikkovini shunchaki qo'shib turib, o'ng tomonda qaysi birida bo'lmasa null, ya'ni qiymat yo'q bo'lgan narsani boshqa taklif beradi. Bu left join edi. Ana o'sha narsaga endi biz right join qilib ko'raman. Right join qilib run qilib ko'radigan bo'lsam, xo'p, right joinimizda boyagi nima deydi? Right o'ng tomondagi katakda bu boyagi Tohir akam ismi nima edi? Alisher akamiz yo'q edi. O'zi mana xuddi shu original holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu qaysi biri bo'lsa 1 dan 9 gacha bo'lganlarda chap tomondagi bilan bir xil qilib olib qo'yaveradi. Kerak bo'lmasa ortiqchasini tashlab ketadi right joinda. Xo'p, ana endi self join holatlari jadvalda o'zini o'ziga qo'shish holatini ko'rib chiqamiz. Ana birinchi undan oldinchi xodimlar maosh jadvalini bir ochib olaylik-da. Nima qilmoqchi bo'lganimni tushuntirib beraman-da. Xodim maoshi, okey. Qaraymiz. Xodim maoshiga qaraydigan bo'lsa, kimdir qancha 7,5 million, kimdir 7 million, 5 million, 2,5 million va hokazo topadi. Aytaylik, bizga boshlig'imiz aytdi, jadval berdida, bir xil maosh topadigan odamlarni menga alohida ajratib ber debdi. Misol uchun, men yerda 7 millionda Alisher aka 7 million topar ekan, Bekzod aka ham 7 million topar ekan. Yoki-da Tohir aka 5 million topar ekanda, bu yerda Jasur aka ham 5 million topar ekan. Ana o'sha narsani nima deydi? Qanday aytadigan bo'lsak, ikki qo'limizda, chap qo'limizda bitta jadval turibdi-da, qog'ozga chiqarilgan, o'ng qo'limizda yana bitta xuddi o'sha jadvalning kopiyasi nusxasi turibdi. Ikkovimiz har bitta katakni, har bitta qatorni bitta solishtirib topib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, xuddi o'sha narsani endi biz SQL bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Nima bo'ladi? Ketdik. Select qilamiz. Bizgacha ana yana bitta narsani aytib ketishim kerak bo'ladi. Bizga hozir mana xodim ismi, familiyasi, lavozimi hech narsasi kerak emas. Shunchaki ism, familiya, ismi bo'lsa bo'ldi, maoshi bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsasi kerak emas demoqchiman. Select qilaman.
a nuqta ism, ya'ni birinchi jadvalda a deb olaman, ikkinchi jadvalda b deb olaman, shunchaki qulay bo'lishi uchun a nuqta ism s xodim 1 deb ketadi. Xodim 1 deb olaman. Virgul. Ya'ni endi xuddi o'sha narsani b jadvalda ham b deb oladigan bo'lsam, b nuqta ismni s xodim 2 deb olaman. Keyin nima bo'ladi? A nuqta maosh umuman bir xil ikkita jadvalda ham bitta maosh degan ustun bor. O'shaning uchun maosh deb olamanda s oylik deb ustun qo'yib oladigan bo'lsam, xo'p nima bo'ladi? From jadvalimiz nomi nima edi? Xodim maoshimida, xodim maoshini SA self join yoki shunchaki join yozib ketsak ham bo'ladi, self xato ekan. Join qilamanda xuddi o'sha ustunda o'zi xodim maoshini s b deb ketaman. Okay. Ana endi biz 10 degan qaysi ustunda birlashtiramiz degan joyi kelyapti. Birinchisi qilamiz, biz aytishimiz mumkin, qaysi birda ham ikkovini maoshi teng bo'ladigan bo'lsa, 10 teng, misol uchun a nuqta maosh teng b nuqta maosh qilsak, ya'ni oyliklarni solishtiradi, qaysi biri teng bo'lsa, o'sha narsani chiqarib beradi desak bo'ladi. Lekin aytaylik, mana bu jadvalimiz o'zi misol uchun Xurshid akaniki 9 million-ku, keyin ikkinchi jadval qaytarilgan paytda xuddi Xurshid akani o'zini oyligini o'ziga solishtirgan paytda bizga chiqarib beradi. Bunda ma'no qolmay qoladi va qo'shimcha filtr qo'shamiz. And deymiz. A nuqta xodim ID, xodim IDsi kichkina bo'lishi kerak b nuqta xodim IDsidan. Va shunda run qilib ko'ramiz. Sal murakkab tuyulishi mumkin join mavzulari. Misol yana bitta misol ko'rib ketamiz. Xo'p, bu kodni run qilib ko'raylikchi, nima bo'lar ekan? Mana bizga chiqarib beryapti. Alisher aka bilan Bekzod akaning oyligi 7 million ekan, Tohir aka bilan Jasur akaniki 5 million ekan. Xo'p, kodni mabodo tushunmaganlarga qaytaraman. Ikkita misol uchun men xodim maoshini A jadvalda oldimda, xuddi o'zini o'ziga xodim maoshi SB qo'shib oldim. Xo'p, ustunlarimiz bizga nima bor edi? Original jadvalda ochay demayapti, ustunlarimiz faqat ismini oldim. Shunchaki bittasini A jadvaldan ismni oldim, xodim 1 deb, B jadvaldan xuddi o'sha ismni xodim 2 deb oldimda, maosh ustunini maoshini A nuqta maosh S oylik deb oldim. Keyin bu yerda filtrimiz qo'yib oldim. Maoshlar teng bo'lishi kerak, to'g'ri, lekin o'zini oyligiga ya'ni bitta odamning oyligi ikkita jadvaldan solishtirib qo'ymaslik uchun xodim IDlari bilan ya'ni bir-biriga teng bo'lmasligi kerak, bir-biridan kichkina bo'lishi kerak deb filtr berib oldim. Shu bilan mana tayyor bo'ldi. Xo'p, endi LeetCode'dan bitta misol keltiramiz. 175-savol. Combine two tables, ikkita jadvalni birlashtiring. Bizda person degan, odam degan jadval bor ekan. Ya'ni odamning IDsi, familiyasi, ismi. Keyin adres degan jadvalimiz bor ekan. Adresini IDsi bor, odamning o'zini IDsi bor. Mana ikkovida person ID bor. Qaysi shaharda bor, keyin qaysi shtatda bor. Write a solution to report the first name, birinchi ismi, familiyasi, o'sha odamni qaysi shaharda yashashi va qaysi shtatda yashashini topib bering debdi. Misol uchun aytibdi, birinchi jadvalimizda 1 bilan 2 person ID bor. Alan Wang, Bob Ellismi, shunaqa odam bor ekan. Ikkinchi jadvalimizda misol uchun 1-2 person ID bor. Bu yerda 2 bilan 3 person ID bor. Xo'p, xolos mana person tableda kim bo'lsa debdi. Misol uchun mana Alan bilan Bob ikkovini, xolos ism, familiyasi, shahri bilan qaysi shtatda topishini bitta jadval qilib mana Alan Bob ikkovi bo'lsa, qaysi shaharda va qaysi shtatda yashashini umumiy bitta jadval chiqarib ber debdi. Mabodo kimnidir ma'lumoti, mana person jadvaldagi odamning ma'lumoti buni ichida bo'lmasa, bunaqa mavjud bo'lmasa, o'rniga 0 qaytarib ber debdi. Eslasalaring boya left join haqida gapirdik. Left join hammasini oladi. Bunda esa o'ng tomonda bo'lmasa o'rniga 0 qo'yib ketadi deb aytdik. O'sha left joinni ishlatamiz. Va ikkita jadval bo'lganligi uchun biz buni nomlangan person address deb aytgandik. O'shaning uchun ABCD qilib o'tirmaymiz, ya'ni o'zimiz nom berib o'tirmaymiz. Qani ishlatib ko'ramiz. Bizga aytibdi, mana savolni ochib olaman. First name, last name, city and state debdi. 4 ta ustun kerak bizga debdi. Yozaman select.
Endi boya aytganimizdek har bitta ustun tanlash uchun nima deydi, ikkita jadvalku, birinchi jadval nomini keyin ustun yozamiz. Misol uchun first name qaysi ustunda? Person degan ustunda. Person nuqta first name, first name, keyin esa person nuqta last name, keyingisi city-mida, yoki city esa adressda. Address nuqta city, hop address nuqta state. Hop nimadan? From birinchi jadvalimiz person yozaman. Left join qolaman. Left join address ustunini yozaman. Hop, qaysi ustunda? Echo'da ham mana qarsalaring person id bor. Hop, yozaman endi. Personda nuqta person id teng bo'ladi address nuqta ismi nima edi? Person id. Qo'lamanda nuqta berib qo'yaman. O'sha kodni bir solishtiraman, tushuntirib o'taman. Select har bitta ustunni yozamiz va bu ana tomonni join qilgan paytimizda qaysi jadval bo'lsa, misol uchun jadval nomi i ustun. O'zlaringga qulaylik uchun misol uchun personda SA qilib olsalaring bo'ladi, keyin buni A harfini yozib ketsalaring bo'ladi. Buni agar jadval kichkina bo'ladigan bo'lsa shart emas. Keyin left join qilamiz on, ya'ni on eng muhim joyi. Qaysi ustunda? Ustun echo'da ham bor. Echo'ni bog'lab turgan ko'prik bo'lgan ustun. Person id, ya. Bo'ldi. Endi run qilib ko'ramiz. Xo'p. Accepted. Qaraydigan bo'lsak, mana outputimiz Alan Wang familiyasi null, ya'ni Alan Wangimiz anaqada yo'q edi. Bu jadvalimizda yo'q edi. Mana Alan Wang personda bor, lekin adressda yo'q. O'shaning uchun ma'lumot bo'lmagani uchun null. Ma'lumot yo'q. Bob Alice'ga borgan New York City va New York shtatida. Tamam, shu bilan join mavzusi yopildi. Mabodo qiyin, ya'ni sekin tushuntirganga o'xshadi, misol uyqusirab uzr. Mabodo tushunarsiz bo'lsa ChatGPT bor, Gemini bor yoki ingliz tilidagi kurslarni bitta ko'raverasizlar yokida xudo xolasa tushunarli bo'ladi. Hammaga katta rahmat, sog' bo'lasizlar.